Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalımızın podpисчиklari, yurtdoshlar. Uyimizda 4-mikrorayonda 1-etajda 3 xonali kvartirani obzorini ko'rsatib o'tamiz. Eshikdan kirib kelish qismimiz shunday zamonaviy yaxshi eshiklardan qo'yilgan, pirkoshkalar qo'yilgan. Bu yerda isitgichlar ham tashlab o'tilgan. Bu tarafimizda rakovina mestalari bo'ladi. Bu yerimiz kuxnyamiz. Birinchi chetdan ko'rsatib boshlaymiz yana. Bu yerimiz spalnimiz bo'ladi, do'stlar. Spalnimiz ham jaluzilar qo'yilib, isitgichlar tashlab o'tilgan, gilamlar to'shalib, high-tech variantda ramka olib uzatilgan do'stlar. Eshiklarimiz MDF eshiklardan yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ikkinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, gostinimiz bo'ladi. Gostinimiz ham shunday bir chiroyli bir dizaynerskiy perdalar tikilib qo'yilgan, chiroyli etib ramka olib, high-tech variantda uzatilgan. Lustramiz ham sifatli yaxshi lustralardan qo'yilgan. Bu yerimiz ham televizor mestamiz ham cho'tka uzatilgan. İkinci xonamizga keladigan bo'lsak do'stlar, bu yerimiz ikkinchi zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham shu aytganlarimizning high-tech variantda perdalar tikilgan. Bellarimiz ramka olib uzatilgan do'stlar. Pollarimiz taxta pol bo'ladi. Televizor mestasi ham cho'tka deb akkuratni uzatib qo'yibdilar. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bellarimiz ham remontdan chiqib tayyor holatda turibdi. Eshiklarimiz akvaplastik eshiklardan qo'yilgan. Sanuzilimiz ham da patolka kafil etilgan. Pollarimiz ham kafil etilib, bunda yana hamma tayyor holatda. Do'stlar, bu yerda холодильник bilan kirmashin qo'yib beriladi. Gostinniya bir televizor qo'yib beriladi. Ko'rib turganlaringizning gaz plitalar, vitishkalar hamma tayyor holatda. Nastelnik kotyollarni yaxshisidan qo'yib turaylik do'stlar. Bu yerimiz balkon oladi. 6 metr 2 metr balkon oladi. Zalyuzlar qo'yilgan. Hamma yerimiz tayyor holatda do'stlar. Pulga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu kvartiramizda 3 xonali kvartira aytib o'tdik. 4-mikrorayonda 1-etajda. Pulini aytib o'tadigan bo'lsak, ozgina kelishiladigan yeri bor. Hammaga sog'lik, salomatlik tilagan holda keyingi roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Hammangizga shunday joylarni olib o'tirish nasib etsin.